ichaklarni qanday tozalash mumkin degan savol juda ko'p kelib tushadi. Ota-bolalarimiz sinovidan o'tgan 100% tabiiy retseptni sizlarga aytib o'taman. Yozib oling. Oshqovog'i urug'idan 100 gram olasiz. 100 gram olib, kofemolkada un qilib maydalaysiz. 100 gram asalni solasiz va 4-5 ta chesnok archilganini maydalab solib, yaxshilab aralashtirib, kechasiga olib qo'yasiz. Ertalab, kattalar uchun bu. Ertalab saharga turganingizda bir osh qoshig'ini bir bakal iliq suv bilan ichasiz va kechqurun yotishdan 1 soat oldin bir osh qoshig'ini ichasiz. Shu usuldan foydalaning va ichaklaringizni tabiiy usul bilan tozalashga harakat qiling. Agar sizga kompleksli muolaja kerak bo'lsa, bizga direktdan murojaat eting. Bizda mana bunday kompleksli muolajalarimiz bor. 100% tabiiy foydalanishingiz mumkin.